Assalomu alaykum, xormanglar. Alaykum assalom. Olyapsizlarmi? Hamma yo'q yaqinlatib. Hop, ish jarayoniga ko'rib ketaylik deb kelyapmiz. Charchang olyapsizmi? Rahmat. Alisher akam juda bir o'ziga pishiq ustada, chiroyli ishlarni qiladi. Hamma Instagram ijtimoiy tarmoqlarga chiroyli ishlarni joylaydi-yu. Alisher akam hamma ishini joylasa bo'laveradigan darajada, xudo xolasa. Nimalar bo'lyapti endi Alisher aka bitta? Hatta endi отопление to'pli pol, omon boiler sistema. Hatta ikkita gaz vibratorni kotelni qo'yganmiz, bitta elektrichkani, mabodo gaz yo'q qo'yganda elektrichkadan foydalaniladi. Uchovi ham boiler ko'radi, ham sistemaga, ham boilerga ishlab beradi, uchovsi ham. Bu necha kvadrat bu obyektingiz? Obyektimiz 450 kvadrat. 450 kvadrat. To'pli pol ham bor, отопление ham bor. 450 kvadrat joyga ikkita nasos bilan. Bularnimi? Shunday aytib o'tsangiz. Bu gazimiz, gaz manometr, gaz bosimini ko'rib turamiz. Filtr, bu gaz detektor. Mabodo gaz o'tishga bo'lsa, o'chirib qo'yadi gazni. Gazga datchiklar qo'yilgan ekan. Gazga datchiklar qo'yilgan. Xavfsizlik nimasini hisobga olingan. Ikkalasi ham boiler ko'radi. Boiler, uchovi ham ko'radi boiler. Bu nima endi bunisi? Bunisi magnitli filtr. Sistemada mayda zarrachalarni ushlab qoladi, magnitli filtr. Hatto ham shunaqa magnitli filtr qo'yganmiz, sistemalar hammasiga qo'yganmiz. Bunisi lavatto. Brendiga. Hali to'liq ishga tushgani yo'q. Xudo xolasa bitganda ham bitta video qilamiz. Xudo xolasa. To'pli pol necha kvadrat? To'pli polimiz 200 kvadrat. 200 kvadrat to'pli pol. Nechta batareya bor? Radiatorimiz 22 ta radiator bor. 22 ta. Bu filtrlar ham magnitli filtr. Filtrlar ekan. Xudo xolasa haroratni boshqarish uchun boshqariladi. galovkalar qo'yilsa kerak, elektronli nimalar qo'yiladi. Balansировкаlar ham qo'yamiz. To'pli poldagi hammasi kollektorda o'zida balansировка vintalar. Bitta shikalarni ham zo'rini qo'yibsiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. 3-4 yildan keyin ham ishlab beradigan. Sifatli mahsulotdan foydalanishga harakat qildik, iloji bor. Filtr sistemasi ham bo'ptimi? Bu tomoni filtr oshxonaga, ichimlikka, oshxonaga chetdan tarqaydi. Ikkita oshxonaga. Mabodo remont qilinsa ham oshxonaning ichiga kirib yurilmaydi, usta kelib masjiddan remont qilib ketaveradi. Bu rashbaklar ikkita qo'yilibdi. Rashbak bittasi bunisi boilerga ishlab beradi, bunisi mana shu sistema, sovuq suv sistemamizga ishlab beradi. Mana shu boiler masalasida bugun Instagramga ham video joyladim. Juda ham ko'p muammolar kelib chiqyapti. Ya'ni shu uzoqqa bormay, tez ishilib qolyapti boilerlar. Shunga nima tavsiya qilasiz siz? Rashbakmi? Rashbak teshilib qolyapti. Endi boilerdagi juda ham tez. 1 yil yoki 1 yilga bormasdan o'zi qonun qoidasida har 6 oyda uni tekshirib turish kerak, havosini ko'rib turish kerak bo'ladi, bosimini. Endi iloji boricha sifatli narsa qo'yilsa uzoqroq xizmat qilib beradi. Albatta hozir reflex rashbaklardan foydalanganmiz, ikkovsi ham sifati o'ta zo'r. Uyaltirib uzoq yillar xizmat qilib beradi, xudo xolasa. Обязательно o'sha rashbakni o'zini vintalardan qo'yib ketganmiz. Bu zo'ridan qo'ydim deb shunday tashab qo'ymasdan, har 6 oyda tekshirib turish kerak. Tekshirish kerak, obязательно tekshirish kerak. Xo'p, boilerlarimiz 200 litrga o'xshab turibdi. 200 litrli ikkita zimekali. Nasoslar, suvni aylantirgani. Bu yerda bo'lib qo'yibsiz. Sanuzellar 3 ta. Sanuzellar 3 ta sanuzel bor. Shularga alohidadan tarqaydi. Nasos ham yaxshi chistotniy, albatta ham через yonkis ishlaydi, primo ishlatsa ham bo'ladi. Keyin grubiy ochistkamiz Timdan qo'yganmiz, sifatli ham o'tadi. Yaxshi ekan. Yaxshi ekan, Tim firmasidan ko'p foydalanyapmiz. Xo'p. Hisob kitoblari bo'lgan-a bular. Mana filtringizga nima deysiz endi? Bu filtr suv sistemaga mashqdan podpitka bo'ladi. Buni ichida o'zini maxsus dorisi o'shan solinsa, o'tayotgan suvni mana sistemaga o'sha nakiblarni oldini olib, o'sha yumshatib, shunaqa qilib beradi. Bunisi avtopodpitka bunisi. Kerakli nimada to'ldirish uchun. Bosimni ko'rib turgani. Alohida manometrlar. Elektrokotelni boiler bilan ishlataman desangiz, mana shunaqa turxaloyini olishingiz kerak bo'ladi. Va shu o'zidan NTC datchik chiqqan bo'ladi. NTC datchikini boilerga haroratni ko'rib turish uchun ulab qo'yiladi.
shu bittasi отоплениyaga, bittasi boyler uchun ishlab beradi. Shunda mana shu narsani ham dozator deyilar ekan. Dozator degan filtr maxsus o'zini ximikati bor ichida. Mana shuni ham tavsiya qilamiz sistemalarga qo'yishni. Narxi juda ham arzon. Misol Nemitskilarni olaman desangiz 800-900 dollar atrofida, buni narxi 30 dollar atrofida edi adashmasam. Juda ham bir endi o'sha ichida ximikati bor, ma'lum miqdorda qo'shilib kirib turadi va 2 tonnamidi buniki? 12 kuba suvga yetadi. Bu degani уже 4-5 yilga menimcha yetadi bemalol sistemani. Suvlarni podpitga qilganingizda ishlatib bergani. Xo'p, shunaqa xizmatlar kimga ma'qul kelsa, shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib, isitish tizimlaringni santexnika sohasida qanaqa ish bo'lsa, sifatli qilib bajarib berishga harakat qilamiz. Xo'p, Alisher akam nomerlarini ham qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Bitganda yana bitta video qilamiz. Обязательно. Ishlayotgan holati. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.